Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari, futbol sevar do'stlar. O'zbekiston va Osiyo qit'asida ro'y berayotgan eng qiziqarli va muhim xabarlar bilan Osiyo futbol kanali o'z ishini boshlaydi. Qadrli do'stlar, kanalimizda yangi bo'lsangiz, albatta obuna bo'lib, voqealar rivojini biz bilan kuzatishda davom eting. Bugun ham ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, bir-biridan ajoyib xabarlarni siz qadrli obunachilar e'tiboriga namoyish etamiz. Jaloliddin Masharipovga vodiy jamoalardan qiziqish bor. Biroq Istiqlol vengeri Jaloliddin Masharipov katta ehtimol bilan Eronda qoladi. Bu haqida Chempionat Osiyo sayti muxbiri Sherzod Nurmatov xabar berdi. Jaloliddin Masharipovga vodiy klublari qiziqayotgani borga, biroq tajribali vengerning Eronning Istiqloli bilan yana 1,5 yillik shartnomasi bor. Shu sababli klubini qo'yib yuborish ehtimoli juda kam. Ayniqsa iroqlik futbolchi Montadir Muhammad bilan nizo kuzatilayotgani tufayli FIFA Istiqlolga ikkita transfer oynasi uchun taqiq qo'yishi mumkin. Shu bois tehronliklar tavakkal qilmaydi va hozircha o'z yulduzlarini qo'yib yuborishni xohlamaydi, deyiladi xabarda. Avvalroq transfer market portali Eron chempionati futbolchilarining yangilangan narxlarini e'lon qilgan va Masharipovning o'rni ma'lum bo'lgan edi. Qadrli do'stlar, Erondan uzoqlashmaymiz. Transfer Market internet portali Eron chempionatida harakat qilayotgan futbolchilarning yangilangan narxlarini e'lon qildi. Unga ko'ra, hozirda Persepolis safida to'p tepayotgan o'zbekistonlik venger oston urinib 2 million yevro narx bilan liganing eng qimmat o'yinchisi bo'lib turibdi. Istiqlolda harakat qilayotgan boshqa bir hamyurtimiz Jaloliddin Masharipov esa 1,2 million yevro narx bilan kuchli o'nlikni yakunlab bergan. Eron poytaxtida 3 ta yirik stadion quriladi. Eron hukumati kelajakda Tehronda 3 ta yirik futbol stadioni qurishni rejalashtirmoqda. Tayyorgarlik ishlari allaqachon boshlangan, deydi Tehron meri Alirizo Zakoniy. Biz Tehronda 30 mingdan 50 minggacha odam sig'adigan 3 ta stadionni barpo etamiz, dedi u. Zakoniy stadionlar uchun joy allaqachon ta'minlanganini va mutaxassislar hozirda sport inshootlarini loyihalashtirilganini ta'kidladi. Demak, Eronda Markaziy Osiyo singari kattakon Ozodiy stadionga o'xshagan stadionlar qurishi boshlanadi. Eron Futbol Federatsiyasi prezidenti Mehdi Toj jahon chempionatidagi LGBTga bag'ishlangan o'yin atrofidagi vaziyat haqida gapirdi. Eslatib o'tamiz, 2026-yilgi jahon chempionatiga qur'a tashlashdan oldin Seattle tashkiliy qo'mitasi 26-iyunga rejalashtirilgan turnir o'yini LGBTga bag'ishlanishini e'lon qilgan edi. Anons vaqtida o'yinda qaysi terma jamoalar o'ynashi ma'lum emas edi. Qur'adan so'ng shu kuni Seattle'da Eron va Misr terma jamoalari o'zaro bahs olib borishi ma'lum bo'ldi. Misrda gomoseksual munosabatlar taqiqlangan. Eronda gomoseksual munosabatlar uchun maksimal jazo o'lim jazosi. Biz ham Misr ham bu masalada norozilik bildirdik. Bu ma'lum bir guruhni qo'llab-quvvatlash uchun qabul qilingan nooqilona qaror. Biz buni albatta muhokama qilamiz, dedi Eron Futbol Federatsiyasi prezidenti Mehdi Toj. Rossiyalik sharhlovchi O'zbekiston terma jamoasining jahon chempionati 2026dagi imkoniyatlarini baholadi. Okko sharhlovchisi Elvin Kerimov O'zbekiston terma jamoasining 2026-yilgi jahon chempionatidagi istiqbollari haqida o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. O'zbekiston terma jamoasining jahon chempionatidagi guruhi oson bo'lmadi. Portugaliya va Kolumbiya top jamoalar, yana bir raqib esa Yamayka, Yangi Kaledoniya va Kongo o'rtasidagi play-off qit'alararo o'yinlarda aniqlanadi. Bu variant biroz yengilroq ko'rinsa-da, umuman olganda guruh baribir og'ir va qur'a tashlashda omadliroq bo'lishi mumkin edi. Shunga qaramay, asosiysi turnirdan zavq olish, o'zini dunyoga ko'rsatish va o'z futbolini o'ynashga harakat qilish.
Futbolchilarda ham, murabbiylar shtabida ham motivatsiya juda yuqori. Bu Cannavaro uchun bosh murabbiy sifatidagi birinchi yirik turnir. O'zbekistonning munosib ishtirok etishiga kuchi yetadi. Raqiblardan qo'rqmaslik, ishonch bilan harakat qilish va o'z uslubini saqlab qolish muhim. Bunday qisqa va yirik turnirda bu hal qiluvchi ahamiyatga ega, dedi Kerimov. Eslatib o'tamiz, qur'a tashlash natijalariga ko'ra O'zbekiston Portugaliya va Kolumbiya bilan bir guruhdan joy olgan 3-raqib qit'alararo play-off g'olibi bo'ladi. Bu Yangi Kaledoniya, Yamayka yoki Kongo Demokratik Respublikasi bo'lishi mumkin. Voqealar rivojini kuzatishda davom etamiz. Qadrli do'stlar, eslatib o'tamiz, O'zbekiston milliy terma jamoasi Jahon chempionati 2026 saralash bosqichi birinchi o'yinini 17-18 iyun kuni erta tongda soat 8:00 da Kolumbiyaga qarshi o'tkazadi. Jahon chempionati 2026 qurrasi uchun AQShga tashrif buyurgan O'zbekiston milliy jamoasi bosh murabbiyi Fabio Cannavaro W sayti muxbiriga intervyu berdi. Uni e'tiboringizga havola qilamiz, deydi manba. Fabio Cannavaro futbolchi sifatida jahon futboli tarixidagi eng yaxshi markaziy himoyachilardan biri hisoblanadi. U o'z mamlakati jamoasini 2006-yilgi jahon chempionligiga yetaklagan. Italiya Kubogi, Italiya Super Kubogi, UEFA Kubogi, Ispaniya La Ligasi, shuningdek Parma, Juventus va Real Madrid tarkibida faoliyat davomida qo'lga kiritgan, ikkita keyin bekor qilingan A Seriya chempionlariga ega bo'lgan. To'liq intervyuni tomosha qilib eshitish uchun bizni Telegram kanallarimizga obuna bo'lishni unutmang. Qadrli do'stlar, sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat. Keyingi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun Osiyo futboliga obuna bo'lishni unutmang. Salomat bo'ling.